Qulupnay sezon boshlangani munosabati bilan Food City'ga qulupnaylarni koniga optim sotadigan joyga keldik. Bu nima sort bu? Ko'rganda men pishmaganga o'xshayapti-da bu. Oq qulupnay bu. Oq qulupnay. U sort shunaqa, ha, bu sal to'qroq terilgan, holati nihoyatda shirin. Boshqalarga nisbatan narxi qanaqa? Qimmatroq, arzonroq? Yo'q, shu oldin qimmat edi, hozir hadovoy bo'lib qolgan. Bitta yeb ko'rsam bo'ladi? Bo'ladi, ushbusi. Bismillah. Wow, zo'r ekan ta'mi lekin. Men kutmadim ani qattiqroq, taxirroq bo'lsa kerak deb o'yladim. Shunaqa o'zi. Bu mana kattalari qanaqa? Koreyskiy. Koreyskiy sortmi bu? Nihoyatda shirin. Bularni kilolab ham sotaverasizlarmi? Yo, kilolab ham beriladi, optim ham beriladi. Optim necha pul, kilosi necha pul? Kiloga ham, optimga ham bitta narx beramiz, 150 ming. 150 ming kilosi, buniki. Kilosi, 1 kilo. Maydalaricha? Bu 30 mingdan. 30 ming. Bu 50 ming, u 120 ming. 120 ming. Ha, buni yirigrog'i 150 ming sotilib bo'ldi. Bu sorti nima qulupnaylarni? Buni aka Charlie deydi sortini aka. Narxi necha pul buni? Narxi aka 38, 37, hozir 35 dan qilyapti aka tugashga. 35? 35 dan qilamiz. Namuncha arzon bu vaqtida ja qimmat qulupnay bo'lgan-ku, to'g'rimi? Shunaqa, hozir endi ko'paydi, issiq bo'lgan hisobiga. Yeb ko'rsam bo'ladimi? Bemalol aka, shirin aka, zo'r. Bismillah. Aytdim mana qaranglar. Ana reklamadagi qulupnaylarga o'xshaydi, ichi ham. Optimga ham shu narx, kiloga ham shu narx. Yo boshqacha. Ha, faqat optim. Faqat kilo sotilmaydi. Kilo sotmaysizlar. Mana shu bitta tog'orasi necha kilo chiqadi taxminan? 5,5 kilo, 6 kilo. 5,5 kilo? 6. Nechidan nechigacha bo'ladi bu yerda? Kechgacha bo'ladi. Kechgacha. 24 ga yetdi. Yoki kech 6-7 larda tugaydi. Ha, 10 larda ham bo'lar. Ha. Bemalol kechqurun ishdan chiqib ham kelsanglar bo'lar ekan. Mana hamma joy qulupnay, juda ham assortiment ko'p. Yana shunaqa qayerda bor qulupnay ko'p joy. Kim bilsa kommentga yozsin, toki hammamiz uchun manfaatli bo'lsin. Uy, men bu qulupnayning chiroyliligini. Mana buni qaranglar. O, yomonchi nima sort bu aka? Koreyskiy aka. Ha? Bismillah. Nasishni ta'mi bor ekan. Buni kilosi necha pul mana shuni? Buni 60 ming so'm beramiz aka. Arzonlashib ketyapti bozor, sezyapsizlarmi? Bu nima sort? Bu koreyskiy aka, bu ham. U prosta mayda, ha? Ha, maydaroq. U necha pul? Buni 35 beramiz aka. Izabellami bu? Aha, bu Izabella. Mana shuni rosa qidirdim-da bozorda. Anaqa nima deydi? Boshqalarda uchratmadim, faqat sizda bor. Bu Izabella bugun birinchi partiyasi keldi, hali boshqalarda yo'q. Bugun bizga keldi. Namanganda qulupnay bu. Bu anovi malina bilan qulupnayni bitta bo'lganroq varianti, ha? Malina bilan qulupnayni uyushgani Izabella deyiladi. Mazasi ham juda zo'r. Buni ko'rinishi sal xaparoq ekan, chunki yangi chiqayotgani uchun bo'lsa kerak hali. Birinchi partiyasi, keyingilar xudo xolasa chiroyliroq bo'lib pishadi. Deb ko'rsam bo'ladi? Osh bo'lsin, deymiz. Bismillah. O. Вообще mazali. Buni necha pul kilosimi, nima mashturishimi? Bu shu turish 70 ming so'mdan. Necha gramm bor bu yoqda? Yarim kilo atrofida chiqadi. Demak, sekin-sekin chiqishni boshladi, ha? Bu shirini. Ha, shirin. Ko'proq yeboring. Bo'ldi. Osh bo'lsin, pulni so'ramayman. Bo'ldi. Bozor komla shekilli. Men xo'jayin. Xo'jayinsiz. Ko'z tegmasin. Isbot qildim, hech narsa demaydi, yevring. Bo'ldi, ko'z tegmasin. Mana qaranglar, qulupnaylarni pachkalab qo'yishibdi. Har bitta pachkada 250 grammdan bor ekan. Aka, nima sort bu? Bu Albion. Bu qattiqki bu? Eron bu. Qulupnay o'zi tez yomon bo'lib qolsa, yo'lda ana qilib qolmaydimi yo? Yo'q, bu turadigan sorti, yaxshi sort. Bu o'zi necha pul mana shu pachka? 6 ming so'm. 6 ming so'm. Zo'ri qaranglar. Deb Osh bo'lsin. Bu turib mazza kiraveradi, qizaradi. Qancha turgan sari mazza kiradi. Qizaradi. Hozir sal nordonroq ekan. Narxi ham zo'r ekan. 1 kilosi где-то 24 ming so'm bo'lyapti shunda. Men 250 grammi 6 ming ekan. Ko'proq olsangiz 5 ming so'm qilib beramiz, 20 ming so'mga. Ko'proq olsa 5 ming ham berasiz. Bu video Food City'ni 5-Cross bozorini shunday yonida qulupnaychilarni optim joyida suratga olindi. 20-aprel kuni olindi. Narx-navolar ham shu sanaga mos. Bu videoni hali qulupnay yemagan og'ayninglarga, tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Kesin, mazza qilib qulupnay yesin.